Hammaga salom. Sizlar bilan Sa'dulla Abdullayev va bu endi tushunarli loyihasi Asno platformasidan. Biz bugun Mano Brandingga keldik. Bu kompaniya nima bilan shug'ullanadi bilasizlarmi? Bular katta kompaniyalarni tashqi ko'rinishini, brendini va identikasini yangilatib berib, bozorga to'g'ri qilib kuchaytirib beradigan kompaniya. Bu yerda dizaynerlar va dizayn sohasiga aloqador strategiyalarni tuzib beradigan, analitikani qilib beradigan katta mutaxassislar ishlaydi va O'zbekistonda brending bo'yicha eng zo'r kompaniyalardan biri desak bo'ladi. Shuning uchun hozir biz art direktor bilan gaplashamiz, ya'ni dizaynerlarning boshlig'i bilan va bu kompaniyada odamlar nima qilishini aniqroq bilib olasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni bitta tanishtirib o'rsiz. Ismim Zokir, 36 yoshdaman. Tanishgandan xursandman. Rahmat. Siz dizayner bo'lib ishlaysiz. Men art direktor bo'lib ishlayman. Art direktor bo'lib ishlaysiz. Art direktor sifatida dizayner uchun mo'ljallangan savollarni bergan harakat qilaman. Birinchidan, art direktor bilan dizayner farqini bitta tushuntirib bersangiz. O'zi art direktorlar dizaynerlikdan boshlaydi. Keyinchalik, misol, karyerasining davomida art direktor lavozimiga ko'tarilishi mumkin. Bu degani art direction bu umumiy loyihaning ijodiy yo'nalishini bitta yo'nalish topib ketuvchi shaxs va u jamoani sinxronizatsiyasiga va jamoadagi jarayonlarni birma-bir tuzib ketishiga javobgar bo'ladigan shaxs. Ya'ni u oldin dizayner bo'lgan va hozirgi kunda ham mana o'zim ham dizayn loyihalarini qilaman. Ya'ni ham art direction ham dizaynerlik faoliyatida. Ya'ni art direktori dizaynerlarni rejissori desak bo'ladi. Endi agarda ko'proq industrial tematikaga olib ketadigan bo'lsak, quruvchi va prorab. Shunga o'xshagan narsa. Shunaqa. Mana art direktor sifatida kuningiz nimadan boshlanadi? Mana keldingiz, ofisga keldingiz, kun nimadan boshlanadi? Nimalar qilasiz? Kun o'zi ishlarning tahlilidan boshlanadi. Ya'ni kecha qilingan narsalarga yana bir bor svejiy nigoh bilan yana bir bor qaraladi. Ya'ni bu narsalarni o'zgartirish mumkinmi yoki shundayligicha qoldirish kerakmi? Ular maqsadga javob beryaptimi, vazifaga va hokazo. Ya'ni ishlarning tahlilidan boshlanadi. Ana undan keyin loyihalarni davom ettirishni boshlaymiz. Ya'ni loyihalarimiz bor, ularni yaratamiz. Undan keyin ishimizda har kuni majlislar belgilangan. Shu majlislarda biz kim nima qilishini gaplashib o'tamiz va ma'lum bir savollar bo'lsa, ularni muhokama qilib o'zingiz mana masalan bolalar ulgurmayotgan bo'lsa, dizaynga o'zingiz ham o'tirasizmi? Albatta, mana aytganimdek, endi ulgurishda ham emas gap ya'ni art direktor ko'pgina kompaniyalarda, ko'pgina agentliklarda aynan shunaqa funksiyani bajaradi. U ham boshqa loyihalarni yo'naltiruvchi, boshqa loyihalarga ham rahbarlik, rejissyorlik qiluvchi inson va shuningdek o'zini ham loyihalari bor va u yerda dizayner bo'lib ishlaydi. Biz ham ko'pincha dizaynerlar bilan ishlaymiz, ofisimizda ham bor va har safar dizaynerimizga qaraganda o'ylayman, qanaqa skilllar kerak ekan dizayner bo'lish uchun? Hard skilllar va soft skilllar. Endi hard skilllarni gapiradigan bo'lsak, albatta bu qanaqadir ijodiy fikrlash bo'lishi lozim. Undan keyin ijodiy ko'nikmalar ham bo'lishi kerak. Ya'ni agarda rang tasvir, qalam tasvirdan ega bo'lgan shaxs bo'lsa, u dizaynerlikka ko'proq va tezroq kirib ketishi mumkin. Hard skilllarni gapiradigan bo'lsak, endi dizayner sohasi, dizaynerlikning sohalari ko'p, jabhalari. Shuning uchun kimgadir ma'lum bir soft programmalar kerak, kimgadir boshqalari. O'zi umuman olganda Adobe paketi, Figma, hokazo biladigan ilovalarimiz. Hard skilllardan yana qo'shimcha albatta o'sha ijodiy fikrlash, chizib bila olish ma'lum bir darajada va umuman olganda amaliy san'atdan, amaliy qanaqandir ko'nikmalardan xabardor bo'lish. Ya'ni qadoqni tuzilishi, umuman olganda turli xil reklama konstruksiyalari yoki misol materiallar, ulardan xabardor bo'lishi bu albatta bazaviy ko'nikmalarga kiradi deb o'ylayman, meni fikrimga ko'ra. Qanaqa tavsiya bergan bo'lardingiz? Mana masalan, yosh mutaxassis, ya'ni mutaxassis bo'lmoqchi, dizayner bo'lmoqchi. Nimadan boshlash kerak? Qaysi taraflarni rivojlantirish kerak birinchi bo'lib? Endi bu savolingizga javob o'tgan savolingizga qo'shib ketaman. Ya'ni soft skilllarni gapirmadim. Endi bu yerda soft skilllarni rivojlantirish kerak. Albatta dunyoqarash, ya'ni dizaynerlik shunaqa sohaki,
misol uchun bugun siz moliya olami bilan ishlasangiz, ertaga siz deylik qanaqangidir ishlab chiqaruvchini katta korxonasi bilan ishlaysiz va uni sohalari turli xil bo'lishi mumkin. Ya'ni dizayner turli xil sohalardan xabardor bo'lishi kerak. Soft skilllarni oshirish deganimda dunyoqarash qanchalik katta bo'lsa, shuncha izlanishda yordam beradi. Ya'ni qanaqangidir g'oya yaratishda ko'proq ma'lumotga ega bo'lgan odam tezroq va aniqroq shu g'oyani keltirib chiqara oladi. Shuningdek, albatta kommunikatsiya. Chunki dizayner shunaqa sohaki, bu agarda rassomchilik bilan qanaqadir analogiyalarni o'tkazsak, har bir rassom yaratgan asaridan so'ng uni qanaqadir ta'rifini, tavsifini berishi kerak. Bu ham bizning sohamizda bor narsa, ya'ni siz loyihani bitirganingizdan so'ng prezentatsiya jarayoni bo'ladi. U taqdimotda siz nimaga shunaqa yechimlar ishlatilganligi, umumiy olganda loyihani ko'zda tutayotgan maqsadlari, uni vizual ko'rinishi va hokazolarni tushuntirib berish va albatta bundan oldin, misol biz har doim mijoz bilan ishlaymiz, mijozni istaklarini, mijozni fikrlarini va umuman dunyoqarashini qabul qilib, qanaqangidir qo'shimcha sotsiologiya ham bo'lishi mumkin soft skill sifatida va maqsadga muvofiq bo'lgan narsalarni oshirish uchun shunaqa narsa. Mana shu yupqa bir chegara bor-ku, ya'ni sizga yoqyapti, mijozga yoqyapti. Shu o'rtadagi yupqa chegarani qanaqa qilib topib olsa bo'ladi? Ya'ni sizga ham yoqish kerak dizayner sifatida, siz mutaxassis sifatida uni chiroyli deb hisoblashingiz kerak, lekin mijozga ham yoqish kerak. Chunki shunaqa holatlar bo'ladi-ku, masalan, mutaxassis uchun bu juda ham zo'r mahsulotdek bo'lib ko'rinadi, zo'r mahsulot bo'lib chiqdi deb hisoblaysizda, lekin mijoz umuman tushunmaydi, masalan, bu nima bu deb hayron bo'ladi, tushuna olmaydi. Chunki dizaynerlik shu ijodiy dunyoqarashiga yetishmay qolishi mumkin. Shu paytda qanaqa qilib nima deydi, kelishuvga kelinadi? Buni har xil yo'llari bor. Endi bu narsalar bo'lmasligi uchun albatta mijoz bilan ko'proq muloqot qilish kerak. Qanchalik ko'p muloqot qilsangiz, sizga notanish bo'lgan odamlar, mijozlar endi asosan shunaqa-ku, notanish odam uni kompaniya profilini, uni o'zini ham ko'proq o'rganish kerak. Shunda siz uni maqsadlarini va qolaversa uning didini ham topib olishingiz mumkin. Ana undan keyin aynan shu uni didiga moslashib yoki u qo'ygan vazifalarga moslashib yechim yaratsa bo'ladi. Ikkinchi yo'li, dizayner tajribasi ko'proq bo'lganda, ya'ni yillar sari praktikasini davom ettirganda, u professional sifatida taklif kiritishi mumkin mijozga. Ya'ni misol sizni didingizga mos kelayotgan narsa bo'lsa ham, bu iste'molchilar uchun bo'lmaydigan narsa deb tushuntirishi mumkin va keltirib berishi mumkin nima uchunligini. O'tda testirovka jarayonlari bor, o'tda hattoki dizaynerlar faoliyatida shunaqa bo'ladiki, boshqa sohadagi boshqa dizaynerlarga o'zini loyihasini ko'rsatishi mumkin, undan qanaqangidir feedback olishi mumkin va shu feedbacklarni birga olib mijozga taqdim qilinganda mana shunday yo'nalishi bor. Mana bu sizga yoqayotgan va maqsadga muvofiq bo'luvchi narsa. Bu esa mening dunyoqarashim, mening ko'rishim, bu loyihani shunday yo'lda ham bajarsa bo'ladi deb taklif kiritsa bo'ladi. Shunda A, B variant bo'lishi mumkin va albatta ko'pgina hollarda biz ham kamida ikkita variant taklif qilamiz. Shunda biz briefingdan va umuman mijozdan olgan ma'lumotlarni deylik 2 yoki 3 yo'nalishga moslashtirib turib ko'rsata olamiz va shunda biz mijoz xohlayotgan narsani ma'lum bir konsepsiyada ko'rishimiz mumkin. Deylik ikkinchi konsepsiyada yoki uchinchi konsepsiyada bir xil detallar yoqishi mumkin. Shunday qilib biz uni feedbackini yig'amiz va u istayotgan narsani chiqarib berishimiz mumkin. Mana ochiqchasi gapiradigan bo'lsak, ko'pincha shunaqa holatlar bo'ladi-ku. Mana siz mutaxassis sifatida mahsulotni yasab berdingiz, lekin shu tushuntirib beryapsiz, keltirib beryapsiz, nega shunaqa qilish kerakligini, mijoz baribir yo'q, mana bunaqa qilaylik deb o'zinikini tiqqanini xohlayapti. Va shu payt baribir mijozku, bu biznes. Baribir nima deydi, to'lovini olgansizlar yoki olishinglar kerak va mijozga xohlayotgan narsasini qilib berishinglar kerak. Mana masalan 10 ta holatdan nechtasida sizni ko'nglingizdagi sizga yoqqan mahsulot o'tib ketadi va nechtasida shu baribir mijoz xohlagan narsasini qilib berishga to'g'ri keladi? Aynan mani faoliyatimda bunday holatlar juda ham kamdan kam uchragan. Endi turli xil sabablari bo'lishi mumkin unga. Ya'ni deylik shu yillar davomidagi bo'lgan faoliyatimda deylik 5-10% loyihalar shunaqa
ya'ni mijozi hech narsaga bog'lanmagan, faqatgina didiga bog'liq bo'lib yaratilgan. Va bunda bir narsani bilish kerakki, endi baribir mijoz u pul to'layapti va uni loyihasi, u keyinchalik u loyihani sotadi va iste'molchilarga yetkazib beradi. Shuning uchun ham uni ko'rishini ham inobatga olish kerak va bu degani bu yomon narsa tanlayotgan degani emas. Siz ham taklif kiritishingiz mumkin. Yo'q, mana bunaqa yo'nalishda ham qilib ko'rsa bo'ladi deb ko'nglingizni xotirjam qilsangiz bo'ladi. Ya'ni bu albatta kerakli bo'ladigan narsa. Ya'ni mijozda har doim tanlay olish variantlari bo'lishi kerak. Gapingiz bo'ldi? Yo'q. Mana shu mijozga mahsulot ko'rsatayotgan paytda aynan mana shunaqa dizaynda, shunaqa ko'rinishda buni qoldirish kerak deb keltirib beradigan odam sizmi yoki masalan SEO gaplashadimi bu narsani? Yoki har bir dizayner o'zining mahsulotiga javob beradimi? Albatta, misol uchun bizda bir nechta filtr jarayonlari bo'ladi loyiha yaratilish paytida, ya'ni dizayner o'zi taklif kiritadi va uni keyin art direktorga ko'rsatadi. Art direktor bu narsani tasdiqlagandan so'ng klient servis direktoriga ko'rsatishi mumkin yoki SEOga ko'rsatishi mumkin. Ular o'zini izohlarini kiritadi. Ana undan keyin loyiha yaxshilanib ketaveradi. Ya'ni sayqallashib ketaveradi. Shunda uni minuslari kamayib, taqdimotda yaxlit va har tomonlama o'ylangan loyiha kelib chiqadi. Endi albatta turli xil holatlar bor. Misol mijozi didiga tushib qolmasligi mumkin yoki qo'yilgan vazifaga ham siz bunday yechim topdingiz, vaholanki mijoz boshqacha qarash bilan nigoh tashlashi mumkin bu narsalarga. Shunga shunaqa. Zo'r. Endi mana bunaqa savol. Sizni ishingizda, ya'ni dizayner yoki art direktor ishida eng qiyin yoki yoqimsiz va eng yaxshi taraf? Ikkalovi ham nima desam ekan, muloqot desa ham bo'ladi. Sababi yaxshi ham yomoni ham. Yaxshi ham yomoni ham. Nimaga desangiz, siz mana misol loyiha jarayonida ko'pgina odamlar bilan muloqot qilaman. Ya'ni uish jamoasi va mijoz jamoasi. Qancha ko'p odamlar muloqot qilsangiz, sizni neyron svязьlaringiz oshadi va ma'lumotga ko'proq boyitasiz o'zingizni. Keyinchalik bo'lsa, hamkasblarim ham juda ham kuchli professionallar, ular ham bu loyihaga misol art direktor ko'rinishiga qarshi yoki umuman o'ylanmagan qanaqangidir yo'nalishda taklif kiritishlari mumkin. Shuning uchun ham muloqot shunda yaxshi taraf. Yomon tarafi bo'lsa, endi yomon deyolmayman-u, lekin shu aynan art direktorlik ko'proq vazifalarni tekshirish, vazifalarni ko'rish, ustida ishlash, keyin ularni rahbarlik qilish va hokazo. Shu narsa aynan dizayn jarayonidan ko'proq vaqt topib qo'yadi va shunga bu yerda ham biroz menejerlik, biroz dizaynerlik faoliyatini birlashtirish kerak bo'ladi. Aynan muloqot ko'p bo'lganligi uchun ish jarayonida ham, mijozlar bilan ham. Shunga salbiy tomonlarini aytaman. Bu ham muloqot ko'pligi faqatgina shu aynan dizayn faoliyati bo'yicha vaqt kamlashtirilgani uchun salbiy bo'lishi mumkin. Va ijtimoiy batareyaga o'tirib qolish. Shunaqa bir xil paytlar kamdan kam bo'ladi, lekin bir xil paytlar bo'ladi. Boshqacha beraman shu savolni. Tasavvur qiling, siz dizaynerlik ishini boshdan o'zingiz o'ylab topyapsiz bozor uchun. Mana hozir masalan A, B, C, D vazifalaringiz bor. Qaysi vazifani olib tashlab yoki qaysi holatda o'zgartirgan bo'lardingiz? Ya'ni hozir mana bunaqa tarzda ishlayapsizlar, aslida mana bunaqa tarzda ishlasangiz zo'rroq bo'lgan bo'lardi deb. Endi biz o'zimiz, ya'ni Mano Branding har doim ham proseslarni sayqallashtirish va qanaqangidir ko'proq optimizatsiya holatiga olib kelish ustida ko'p ishlaydi. Shunga bu bo'yicha bir narsa deya olmayman, bu endi kompaniyaning siri, ya'ni ichidagi proseslar. O'zi umuman olganda ko'pchilik dizaynerlarni ishi deylik 3 ta bosqichlardan iborat bo'ladi. Birinchisi bu vazifani qabul qilish, mijoz bilan uchrashuv, briefing jarayonlari, muhokama jarayonlari va ish boshlashdan oldin tahlil, analitika va hokazo.
raqobatchilarning tuzilishi, bozori ko'rinishi, kategoriyani ko'rinishi shundan boshlanadi. Ikkinchisi bu asosiy jarayon, ya'ni loyihaning yaratilishi va uchinchisi bu taqdimot. Shundan so'ng esa loyihani launchi, ya'ni uni hayotga tatbiq etilishi va ustida starti va ustida qandaydir bilinmas o'zgarishlarni kiritish, shunga o'xshagan jarayonlar. Ya'ni 3 ta bosqich bu interyer dizayneri bo'ladimi yoki brending dizayneri bo'ladimi? O'ylaymanki, har bittasida xuddi shu jarayonlarni bosib o'tadi. Okay. Endi qarang, biz har doim mutaxassislar bilan ko'rsatuvimizda gaplashayotgan paytimizda ularning sohasi haqida stereotiplarni o'qib beramiz. Blitz apros, ya'ni blitz so'rovnoma. Siz ha yoki yo'q deb javob berasiz. Xo'p, Bo'ldi. Hozir o'qib beraman. Tak. Dizaynerning ishi juda oddiy va ko'p vaqt talab qilmaydi. Nima desam ekan? Yo'q deb baqiraversangiz. Faoliyatimda shunaqa keys bo'lganki, logoni ham 15 minutda chizilgan paytlari bo'lgan. Bu vazifaga qarab. U juda ham katta vazifa bo'lishi mumkin yoki aynan shu paytda qandaydir ilhom yoki qandaydir obraz kelib qolganligi sababli bunaqa tez yechimlar ham bo'lib turishi mumkin. Qolaversa, bunaqa tez yechimlar jamoada ishlayotgan bo'lsangiz, bu turli xil brainstormlar, yig'ilishlar, muhokamalardan so'ng qandaydir ma'no mazmunni chiqarish uchun juda ham foydali instrument. Shuning uchun dizaynerni uzr, ha, yo'q deb javob bermadim-da, to'ldirib ketaman. Zo'r. Ishqilib ham qiyin, ham oson. Loyihaga qarab. Tasavvur qilinglar, agarda o'shanaqa tez chiziladigan holat kelib qolsa-da, shu ro'y berdi, shunaqa holat 15 minut ketqizdinglar, logo narsanglar cho'q $5000. Shunaqa bo'lishi mumkin ba'zilarda oylab davom etishi mumkin bu jarayon. Tak, ikkinchi stereotip. Dizaynerlar faqat chiroyli narsalarni yaratishadi, strategiya va tadqiqot bilan shug'ullanmaydi. Yo'q, bu stereotip. Stereotip bu. Tak, dizaynerning ishi har doim ijodiy bo'lib, texnik bilimlarni talab qilmaydi. Talab qiladi. Barcha dizaynerlar o'ziga xos ijodiy fikrlash qobiliyatiga ega va vizuallarni intuitiv tarzda yaratishadi. Hamma dizaynerlar hammasi. Har xil bo'layotgancha. Albatta. Kimdir intuitiv tarzda, kimdir qanaqadir patternga ega. Albatta. Zo'r. Tak, mana Mano brendingda art direktor bo'lib ishlaysiz. Kompaniya sizni va boshqa dizaynerlarni, ya'ni sizni qo'lingizda ishlaydigan odamlarni qanday qilib qo'llab-quvvatlashadi va qanaqa imkoniyatlar bor kompaniyada? Mano brending bu professional yig'ilgan jamoa. Qo'llab-quvvatlashga keladigan bo'lsak, bu albatta birinchisi bu dizaynerning tajribasi oshishi. Ya'ni bu kompaniyaga kelgandan so'ng uni tajribasi avtomatik ravishda oshadi, ya'ni chunki atrofida faqatgina professionallar yig'ilgan. Katta tajribaga ega professional. Вот. Bundan so'ng esa bizni alohida ajratib turadigan tomonimiz bu bizning 3 ta xodimimiz brending oliy maktabini bitiruvchilari hisoblanadi Moskvada. Shuning ham uchun ularni informatsion bagaji juda ham katta va ular turli xil taqdimotlar bo'ladimi, leksiya, media materiallarni ulashishadi bizga va biz ham bunday narsalarni topganimizda o'zimizning kutubxonamiz bor, digital kutubxonamiz. U yerda dizayn, brending, marketing sohalariga doir bo'lgan turli xil adabiyotlar, qiziqarli ma'lumotlar, analitika va hokazolarni topsa bo'ladi. Bu degani dizayner o'zini shaxsiy tajribasini, shaxsiy ko'nikmalarini yanada ham orttirishi mumkin. Keyin esa team buildinglar, ana undan keyin esa festivallarda qatnashishni qo'llab-quvvatlash. Festivallarda qatnashish, qo'llab-quvvatlash bu juda ham kerakli narsa. Nimaga desangiz, bu nafaqat yaratilgan loyihaga ma'lum bir pul olish, balki bu loyiha bilan keyinchalik turli xil musobaqalarda qatnashib, u yerda shuni man qildim degan holda u yerda mukofotlarni olsangiz, sizni boshqa dizaynerga nisbatan chekingiz, ya'ni oshib boradi. Obro'yi ham, chek ham va o'shanga tutash bo'lgan hamma narsa ham oshib ketaveradi. Ya'ni Mano brending bu dizayner uchun juda ham katta o'sish joyi deb hisoblasak bo'ladi va nafaqat o'sish, bu yerda ya'ni qolib ham katta loyihalarni yaratish mumkin. Albatta, ya'ni dizayner uchun eng kerakli ko'nikmalar rivojlanish uchun bo'lgan turli xil tadbir, harakatlar
bor va shu sanab o'tgan narsalarim va ulardan hokazo yana qo'shimchalari bor. Shular dizayner o'sishiga yordam beradi. Mustaqil bir единица sifatida, Zo'r. mutaxassis sifatida. Endi mana bunaqa savol. Kelajakda sizlar qanaqa katta loyihani ko'zlamoqdasizlar? Ya'ni qanaqa katta yangiliklar sizlarni kutyapti? Yoki masalan qanaqadir balki katta brendni ustida ishlayotgandirsizlar? Endi Yoki bu sirmi? albatta loyihalarimiz deyarli hammasi NDA ostida, ya'ni uni hozir ishlayotgan loyihalarimiz haqida gapirib o'tolmayman. Qolgan loyihalarimizni siz bizani saytimizda ko'rishingiz mumkin. U yerda katta aviakompaniyalar, katta ishlab chiqaruvchilar, katta iste'mol brendlari va hokazo retail brendlari bor. U yerda ham loyihalarimizni hozircha bir qismi joylashgan. Shunga endi biz hozir ishlayotgan sohalarimizni sanab o'tishim mumkin. Ta'lim sohasida hozir loyihamiz bor. FMCG sohasida loyihamiz bor. Fintech sohasida loyihamiz bor. Uchta Zo'r. yo'nalishda. Zo'r. Tasavvur qilinglar, shunaqa joyda ishlayapsizlar va ishlab turib, bir kuni ko'chada aylanib yurib, qaysidir katta kompaniyaga qarab, buni brendingini, tashqi ko'rinishini va umuman identikasini men yasaganman deb aytib yurishingiz mumkin bo'ladi. Okey, boshlang'ich dizaynerlar yoki dizayner bo'lmoqchi bo'lgan bizni tomoshabinlarimiz, mana shunaqa imkoniyatlar bor. Dizayn bozorida O'zbekistonda. Agarda siz bu sohaga qiziqadigan bo'lsangiz, Asno platformasiga o'tib, o'zingizga kerakli kurslarni topsangiz bo'ladi. Bu birinchidan, ikkinchidan o'zingizni rivojlantirganingizdan keyin mana shunaqa kompaniyalarga albatta nomzodingizni berib ko'rgani harakat qiling. Portfolio yasanglar, o'zingizning ustingizdan ishlanglar va balki videoda aytgandek bir kuni ko'chada yurayotgan paytingizda qaysidir katta kompaniyani brendingini, ya'ni tashqi ko'rinishini ko'rib turib, mana shuni men yasaganman deb yurishingiz mumkin. Videoga like bosinglar, obuna bo'linglar. Agarda u kim dizayner bo'lmoqchi bo'lsa yoki mana shunaqa sohada ishlamoqchi bo'lsa, albatta mana shu videoni yuborib qo'yinglar va kanalga obuna bo'lib qo'yish kerak. Agarda hozir bu sizlarga qiziq bo'lmagan soha bo'lsa, qiziq bo'ladigan sohani ham ko'rsatib qolamiz. Hay.